Salom, bugun sizlar bilan mana akkauntimni obzor qilamiz. Birinchi bob hujumdagi Dalgish. Detalini ko'ramiz. Juda ajoyib bu o'yinchimi. 183 yugurish, 193 udar, 130 pas, 163 dribling. Lekin zashtasi sal kuchsizroq 70. Lekin kuchi ajoyib 137. Keyingi asosiy futbolchilar 113 va 112 larni obzor qilamiz. Keyingisi bu Suker. Sukerim meni yaqinda olganman, kuchaytirishga ham ulgurmadim. Lekin uni udari bilan yugurishi va driblingi juda ajoyib ekan. Keyingi futbolchim Bernardo Silva. Bu futbolchi ham mana sezondan pakdan tushdi. Buni qobiliyati juda ajoyib. Agar oxirgacha kuchaytirsa mana left midfielderda, ya'ni o'ng qanot sentrda o'ynab beradi. Pasi juda ajoyib va driblingi. Xo'sh, keyingi futbolchim bu mana Kukurella deydi Hollandga qarab. 159 защитник, lekin 159 dribling, 168 pace, 162 defending, 132 physical passing. Agar Dalgish bilan solishtirishga ham kuchi bor buni. Chunki Dalgishda qizil bo'ldi. Keyingi futbolchimiz Jabstam. Juda ajoyib futbolchi. Buni защитasi qaranglar, 199 driblingi, 140 yugurishi, 151 fisikali, ya'ni kuchi 189. Udari sal past. Keyingi futbolchi sostavini ushlab beradi deb o'ylayman. Bu Nesta. Nestaning zashitasini e'tibor beringlar, 206. Fisikali 174, yugurishi 149, pasi 117, driblingi 131. Va so'nggi va eng center o'yinchim bu mana Makelele. Salom. 143 pace, 85 udar, pasi 137, driblingi 154, defendingi 187, kuchi 177. Hammaga xayr.